Assalomu alaykum ahli YouTube. Yaxshimisizlar? Mana 1-2 kun, 3 kun yomg'irli kunlardan keyin bizga yana issiq kunlar keldi. Bugun ancha issiq, havo harorati. Kichkina pomidorlarimiz chaynatilyapti. 4-5 pog'onaga keldi. Bularni hali отдельный obzor qilib chiqaman. Bu yerda esa pomidorlarimiz уже qizarib qoldi. Rang buzib boshlaganlar уже terimga kelib qoldi bular. Xudo xolasa 1-2 kunda terim boshlanadi. Pomidorlarimiz mana shularni tortib ko'rdik. Mana shular 200 gram. 200 gram, ana 220, 230 gram. Eng kichkinasi ham hisoblab ko'rdik. Mana ular уже 250 gramlik. Eng kichkinalari mana shu 130, 140 gram. Nerda sal pang tushgan bor ekan. Shu kasalga dori sepdik. Xors degan dorini 3 kun oldin. Xudo xolasa endi ish beradi. Endi baribir bor. Qo'yib turaylik, keyin olib chiqib to'laymiz. Shunday pomidorlarimiz qizarishda davom etyapti. Mana shular xudo xolasa endi birinchi pog'onalar baribir yirik bo'lib ketar ekan. Xohlasak, xohlamasak ham. Mana bu yerda ham ozroq bor ekan, mana o'sha xorisda ta'sir qilibdi bunga, o'sha qotib qolibdi o'sha. Mana bunda yo'q. Yer bo'lgan ekan. Asosan birinchi prilyotda bor. Bu prilyotimiz baland joy, nisbatan yerimiz baland. Bu tarafga qaraganda eng issiq joy shu yer. Shuning hisobiga ham shu yerga tushgan pan kasalligi. Asosan mana shular pomidorlarimiz birinchi pog'onada katta-katta, ikkinchi pog'onaga endi o'tyapti mana. Ko'rgan bo'lsangiz 150 gramlik pomidorlar. 3-pog'ona mana. Hali kichkina. Mana 4. Mana 5. Mana 6. Mana 7. Chikanka bo'ldi уже. Mana yerda mashalloh ko'z tegmasin. 6 talar tuyganda. 4 ta, 5 ta, 7 ta tuyibdi. Ana 4 ta katta, 5 ta katta, 2 ta mayda 150 gramlik. Mana bular ham уже yetyapti. Bular ham 180 gramliklar. Mana ki. Terim xudo xolasa boshlanadi. Tezroq kunlar isib ketsa edi. Oldinda yana bitta sovuq bor deyapti, qor bor deyapti. Bizda Andarada minusga tushmas ekan, +1-2 ko'rsatyapti. Mashalloh, mana bu lekin zo'r bo'pti. Mana shular 200 gramlik. Bular ham 200 gram, 150 gramlik. Gul qolib ketgan ekan. Guldan chiqqan barglar. Endi kun isisa xudo xolasa mana panglar ham to'xtaydi. Bunga qarshi dori sepdik baribir. Mana pomidorlar. Hop. Yaxshi ko'z tegmasin. Yulgi hosilimiz ko'ngildagida o'rtacha bitta pog'onada men 600 gram olsam, mana 3 tasini olsam, mana shuni 200 gramdan 3 ta olsam, mana bu ikkita hisoblanmasa ham o'rtacha hamma pog'onadan 7 ta pog'onadan doğrusu 4 kilo 200 hisoblab turibman. Balkim ko'p bo'lar, balkim kam bo'lar. 3 tani 200 gram hisoblayapman. Mayli 4 ta bo'lsin 150 gramdan. Katta bo'lmasin 200 gramlik. Xudo xolasa bu yerga yaxshi niyatimiz bor. Sotamiz. Yaxshi narxlarda. Hozir narxlar ham yaxshi, ancha baland.
juda vaqtli keldi qimmat bo'lish pomidori. Ancha yildan beri bunaqa kuzatilmayotgan. Hozir do'konlarda 32-33 ming shu atrofida narxlar bor. Maşallah bu yerda 4 ta, 5 ta, 6 ta tüygen. Pastdan 3 ta. Burada 4 ta. Burada 5 ta. Hadilar al. Bir çaylanma koygan ekan, 3 ta ekan. Orada pastda hammasi chaylangan. Bitta asichka bor ekan. Bu ham asichka ekan. Ular tüygen. Xatolarimiz bor. Yo'q emas. Lekin yaxshi nisbatan. Alaminani o'zi maydagina mana shunaqa parlikda yetishtirish sal muammo ekan o'zi. Chunki anaqa bo'lib ketadi, virusga uchrab bez bosib ketadi yoki issiqqina olib ketadi shu noyabrda kelgan vaqt. Qish kelmasdan. Lekin mashalloh mana shu yil olib chiqdik alaminani. Alamina ekishga juda ikkilanardim. Chunki uni qaravi juda og'irda. Boshqa pomidorga qaraganda juda virusga chidamsiz, immuniteti past pomidor. Lekin bozorda eng qattiq va eng shirin va eng talabgir pomidor deyiladi. O'sha pomidor shu. Juda ko'p bozorchilar bilan gaplashib, maslahatlashib talabgir pomidor shu alamina dedi. Ham chiroyli, ham qip-qizil, qop-qora qizil bo'ladi dedi. Ham dedi turib berishiga zo'r dedi. Bozorchilar turib beradigan pomidorni yaxshi ko'radi. Qancha ko'p turib bersa shuncha zo'r. Tez bo'shab qolmaydi. Kuzatib boringizlar, yoqqan bo'lsa like bosingizlar. Yana terim vaqtida obzor qilaman.